Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol siz meni Instagramda ko'rib qolgansiz yoki allaqachon meni taniysiz. Demak, berilgan va'dan ustidan chiqishga harakat qilamiz bugun. Bugun biz siz bilan chiroqlarni qanaqa qo'yganimni, qanaqa joylashtirganim va uni qanaqa texnikalarini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda bugun bitta syomka kuni bor va o'sha syomka kunida nimalar qilganim va qanday qilganimni bir boshidan muhokama qilamiz. Demak, yaxshilab joylashib oling, qulayroq o'tirib oling, sababi videomiz biroz uzunroq bo'lishi mumkin. Sababi bizda ko'proq gapirishga mavzularimiz bor. Qolaversa, videoni kengligiga ahamiyat bermang, chunki o'rtadan Instagramga narezga kesib olishim kerak. Xullas, shunaqa gaplar. Demak, ishimizni boshladik. Siz hozir ekranda ko'rib turgan kartina bizning tomonimizdan yaratilmagan, ya'ni boshqa ijodkor tomonidan yaratilgan. Men birovning ishini yomonlash xohlamayman, lekin bizga bundan ham yaxshiroq va bundan ham kreativroq usulda syomka qilib berishimizni so'rashgandi. Demak, hammani didi har xil, hammani ko'rish uslubi har xil va hammaga har xil narsa yoqadi. Demak, biz aynan mana bu kartinadan boshqacharoq kartina yaratishga harakat qildik. Demak, syomka kunida bizga nimalar kerak bo'ldi? Umuman olganda, syomka kunida biz juda ko'proq chiroqlarga ega bo'ldik. Sababi bizani xohlaganimizdan ko'ra aynan klinikani o'zida ham chiroqlar bor ekan va ulardan ham foydalanib kartinani maksimal darajada boyitishga harakat qildik. Lekin shundoq ham minimalizm yaratish uchun bizga juda ko'proq vaqtimiz ketib qoldi. Ya'ni kadr ko'rganda unaqa juda ko'p chiroq emas deb o'ylashingiz mumkin, lekin biza bitta kartina yaratish uchun 5 tagacha chiroqdan foydalandik. Bugun bizda syomka bor. Syomkamiz uchun texnikalarni axroq keldi. Nimalarimiz bor bizda? Assalomu alaykum. Amaran F22 ni analogi. Mana shuncha texnika bilan xudo xolasa bugun biz kadr yaratamiz. Shahriyor legenda. Ahroran legenda. Ovoz sifatida rozi bo'lasizlar, hali mikrofon olamadik. YouTube'da Katexon YouTube'da ko'rasizlar bu videoni. Demak, ko'ramiz, nasib bo'lsa video davomida qanaqa texnikalar olganimiz. Videoga ko'rsam qarshi emasmisizlar? Rahmat. Sherzod qilgan, burchak qilgan. Kasal bo'lib qolibdi. Xullas, bizning syomkamiz masalan kichkina ro'yxatda bo'ladi, lekin bizda svet juda ko'p. Uni joylashtirish kerak. 5 ta svetimiz bor ekan. Xona yanada kengayib qoldi mana. Menga individual yaratib bersam, deydi, "Oy, seminar ovoz." Yana fotografik aytadimi? Shuni olaman, sizga tashladim. Telegramda o'qiladimi, storiesga kiriladimi, alohida boshqa odam. Yo'q, o'sha qo'y. Nima bo'ldi? Oxirida bitta Birinchi kartina. Bu doktor kartinasi emas, lekin biza aynan syomkadan oldin kichkina syomkamiz bor edi va o'sha kartina uchun zo'r kadr chiqarib bering deyishdi. Bizda faqatgina bitta o'rindiq, oldida kichkina stulcha, ya'ni kofe qo'yadigan, gul qo'yadigan, tam o'shanaqa narsa bor edi va bizada chiroqlarimiz bor edi. Demak, oppoq devorga biza gul qo'ydik. Gul o'sha yerda bor edi. Gulda joyini o'zgartirib, devorga burchakka qadab qo'ydik. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha chiroqlarimizni joylashtirishni boshladik. Bizga tabiiy, yanada chiroyli kadr yaratishimizni xohlashgandi. Demak, biz qilgan narsamiz, demak, asosiy chiroq sifatida foydalandik Amaran 150C va qolaversa, bu yoqda spotlightimiz va kontur svet uchun Null Light 15C dan foydalanilgan. Demak, sizga hozir kartinani tasavvur qilishingiz uchun chap tomon 35 gradus atrofida asosiy chiroq kelyapti va unga teskari tomondan bizda null light qo'yilgan, ya'ni kontur uchun, fondan ajratib berish uchun. Uni tashqari derazani effektini berish uchun biza svetdan foydalanib spotlight tashab derazani effektini chiqardik. Agar bu yoqda deraza effekti bo'lmaganda nima bo'lardi desangiz, sal kadrimiz quruq bo'lardi va bizga yanada chiroyli kadr yaratishimizga spotlight yordam berdi. Spotlightda juda ko'p nasatkalari bor, lekin men har doim hamma nasatkasini ishlatmayman. Asosan mana shunaqa deraza yoki boshqacha turdagi dumaloq kartinalardan ko'proq foydalanaman. Sizlarga ham tavsiya beraman. Xona aslida bunaqa ko'rinishda emasdi. Har bitta devorga alohida yondashilgan, chiroyli narsalar qo'yilgan, lekin biz bu narsalarni o'zgartirishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni noldan fon yaratishga harakat qildik. Bu uchun o'rtada turgan narsalarni chiqarib tashladik va o'zimizga joy hosil qilib oldik. Sababi
kadr qo'yishdagi eng muhim narsa joy. Agar biz joyni o'zimizdagidek bo'shatib olib degan bo'lsak, keyin birma-bir sekin-sekin kerakli narsalarni kadrga tiqishni boshlaymiz. Shunda bilib turamiz nima o'zgaryapti, qanaqa o'zgarayotganini. Birinchi o'rinda men svet qo'yishdan oldin eng asosiy qiladigan ishim kadrni ko'rib olaman. Chunki men kadrga qaraganimda birdaniga svet bilan qanaqa tasavvur qilishimni o'zim his qilaman. Bu balki bu ijodiy narsadir yoki bu qanaqadir tajriba orqasidan kelgan bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni kadr qo'yaman, undan keyin svet qo'yaman. Kimdirlar birinchi svetlarni taxlab tashlashadi-da, undan keyin kadr qo'yishadi. Men birinchi o'rinda qiladigan ishim joylashtirib ko'raman, bitta kadrni ko'rib olaman-da, undan keyin bo'ladigan bo'lsa men aynan o'sha kadrga svetlar bilan kadrni jonlantiraman. Demak, mana bu ko'rib turgan kadringizda ham aslida mana shunaqa ko'rinishda edi. Demak, biz bunga nima qilganmiz? Kadrni o'zini yaratish uchun, svetlardan tashqari. Biz kadrlardan ortiqcha narsalarni, mana bu shkafdagi ortiqcha narsalarni olib tashladik va buni oqibatida bizga minimalistik narsa qoldi. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, mana bu orqa tomonda bizda skelet yo'q edi. Biz skeletni bu tomondan olib kelib, ya'ni chap tomoniga joylashtirdik. Sababi doktorning mutaxassisligi, doktorning yo'nalishi aynan shu yo'nalishda edi va biz bundan to'g'ri maqsadda foydalangan holatda kadrga aynan mana shu skeletni joylashtirib, chiroyli qilib joylashtirib qo'ydik. Stolimiz bo'm-bo'sh bo'lib qolmasligini hisobini olib, biz stolga rekvizitlar qo'yish boshladik, ya'ni odamga o'xshash qanaqadir hayvoncha va o'shani teskari tomoniga, ya'ni bu tomonni ham kadr to'lib turish uchun qumsoatdan foydalanib kadrimizni boyitib oldik. Endi svetlar haqida gaplashamiz. Svet qo'yishdagi eng muhim narsa kadrda birinchi barcha svetlarni o'chirib olish. Har doim emas, lekin ko'pincha shunaqa qilasiz. Tabiiy yorug'likdan foydalansa bo'ladi. Asosiy chiroq yondi. Asosiy chiroq yonganda kadrimiz shunaqa ko'rinishga keldi. Ya'ni tepadan Amaran F22. Mana shu yoqda kadrda biza to'ldirish maqsadida o'ng tomonda svet qo'yganmiz. Ya'ni bu yoqda 120 vatli Vector brendining svetidan foydalanganmiz va o'sha tomonga yorug'lik berganmiz. Faqat unda ham devorga qaratib sal kamroq yorug'lik berganmiz. Chunki 120 vatli svetni 10% gacha tushar ekan va 10% ham u juda kuchli yorug'lik beryapti. Kadrimiz yonib ketardi fon. O'shaning uchun devorga qaratib svetni foizini, bizani kadrimizga tushadigan qismidagi foizini kamaytirishga harakat qildik va devorga qaratib qo'ydik. Ana undan keyin bo'ladigan bo'lsa, bizda kadrimizni boyitadigan, men sevadigan spotlightdan foydalandik va spotlight bilan doimgidek deraza effektini tushirdik. Nimaga faqat tepadan tushib turgan svetni o'zidan foydalanmadingiz? Nimaga yana qo'shimcha asosiy chiroq sifatida yana bitta yuzga svet tashladingiz? Bu fonni yoritib yordik-ku, tepadan tushadigan svet faqatgina shu kadr chiroyli ko'rinsin, orqa fonga svet tushmasin, orqasini boshqa bilan yoritaman degan narsa uchun edi. Da to'g'ri o'yladingiz. Men tepadan tushadigan svet boshqa joylarga tushib ketmasligi uchun tepadan svet qo'yaman. Lekin bu holatda biz yuziga ham svet tushirdik. Sababi biz yuzdagi yorug'likni ham tiklashimiz kerak. Qolaversa fon ham sarg'ayib ketayotganda o'shanda biz Amaran brizelik C bilan yuzimizga yana bitta yorug'lik qaratdik. Lekin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yoqda yana bitta svetimiz yetmayapti. Demak, 4 ta svet yozdik bu yoqda. Tepadan tushib turgan top light svet, undan keyin o'ng tomonda kadrimizning o'ng tomonida prizmatali svet, uni devorga qaratib qo'yganmiz. Keyin spotlightda ham svetimiz bor. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, mana kadr o'chiryapmi, yo'qyapmi? Qarang, qanaqa o'zgaradi. Bu Amarandan keyin ham mana bu skelet tomonda motivate bo'lish kerak. Kadr motivatsiya olish kerak. Ya'ni birlashish kerak. O'ng tomonda sariq svet kelib turib, qanaqa bu tomon qop qorong'i bo'lishi mumkin yoki anaqa bo'lib qolishi mumkin. Meni kadrimda unaqa bo'lmaydi. Mayli kim uchundir xatodir, kim uchundir to'g'ridir, lekin bu kompozitsiyani boyityapti, to'g'rilab beryapti. Bitta narsani e'tiborga olishingizni xohlagan bo'lardim. Bu syomkada men faqat operator sifatida qatnashganman, ya'ni montaj qilmaganman. Demak, bu yoqdagi color uchun hozir ozgina uzr so'rayman, chunki ba'zi joylarda yonish holatlari kuzatilgan. Sababi aka terlab, svetdan yaltirab qolganlar. Biz u narsani montaj davomida yo'qotsak bo'ladi. Bir tunda svet ishladik. Bananligiga F22 qo'ydik. O'sha F22 ning analigi spotlight, keyin bo'ladigan bo'lsa null light bu tomondan kontrol uchun. Mana bu tomonda fonimiz quruq bo'lib qolayotganida biz qo'ydik. Yana bir svet vektor svetini, ya'ni bu yoqda kadr chiqish uchun yeshil. Odamning yuzida baribir bu svet sal qorong'iroq tepadan tushadi-yu, qorong'iroq yana yechib olish uchun mana bu svetdan foydalandik. Hozir sizlarga kadrni ko'rsatib beramiz, qanaqa natija bo'lganini. Bu yuzni yanada ochib oldik. Xullas, umumiy hisobda nechta svet ishladik? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta svet bilan mana shu sxema tayyor bo'ldi. Menimcha bu ko'pchilikning orzusi bo'lsa kerak. Qancha vaqtda terib bo'ldingiz endi buni? 20 minut bo'lsa kerak. 20 minut, yarim soat atrofida bo'ldi. Xullas, shunaqa gaplar. Rahmat hammaga. Qani bitta kadr ko'rib qo'ysak. Odam yo'q kadrda.
Shu baribir-da. Mana Chotki. uni chiroyli chiqdi. Hozir nechta kamera ishlatyapsiz hozir endi bu syomkada? Syomkada ikkita kamera ishlatyapmiz. Qanaqa kamera deydigan bo'lsangiz, bitta Sony ZV-E1 50 mm obyektiv 1.8 gacha ochiladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa Sony Alpha 74, unda 28 ga 70 obyektiv 2.8 diafragma ochiladi. Xullas, shuncha narsa bilan biz yaxshi kartina yaratdik. Birinchi kamerangiz nima vazifa bajaradi, ikkinchisi nima vazifa bajaradi? Boring. Siz ko'rib turgan ikkinchi kadrimiz esa bizda boshqa videoni, ikkinchi videoni kadrini ko'rsatyapman. Ya'ni boyagi videoni ikkinchi kamerasini men tashlab olmagan ekanman. Demak, bu ikkinchi videoni asosiy kadr. Asosiy kadrda biz skelet bilan foydalanishimiz kerak edi va ularni bir-biridan ajratib, sal chiroyli qilib joylashtirdik. Bu yoqda ham xuddi o'sha lighting setup, xuddi o'sha narsa, faqat kameraning joylashuvlari biroz o'zgargan. Ya'ni ikkinchi kameramiz bizda krupniy kadr olgan. Hozir sizga krupniy kadrini ko'rsataman. YouTube videoda syomka qilayotganimizda biza doktor ko'rsatayotgan narsani yanada yaxshiroq yaqindan ko'rsatish uchun ikkinchi kameradan foydalandik va mana bu yoqda chap tomonda ozgina doktor ko'rinayotgan joyini scale bilan ozgina yaqinlashtirib yo'qotib yuborsangiz bo'ladi va doktor ko'rsatayotgan paytida ikkinchi kameraga kadr o'tadida, sinxron qilingandan keyin kadr o'tadida, mana bu joyini odam maza qilib ko'radi. Qarang, fondan ajratilgan skelet bilan yaqqol ko'rsatib berilyapti. Buni ko'ruvchi ham zerikib qolmaydi bu kadrni ko'rganda, ya'ni asosiy kadrdan o'tyapti, ikkinchi kadrga o'tyapti. Asosiy kadr, ikkinchi kadr va orada qo'shimcha narezkalar, overlay ustiga qo'yib videolar qo'yib borishadi. Xullas, bu ikkinchi kadr. Bizga vazifa aynan mana shu studiyani, mana shu xonani o'zida imkon qadar ko'proq video olishimiz edi. Ya'ni bir kunda bizda 4 ta YouTube video, ya'ni 10 daqiqa, 12 daqiqalik atrofdagi videolardan 4 ta olishimiz kerak edi. Bu yoqda speakerlik variant, ya'ni talking head video va bu yoqda fonlar imkon qadar raznoобразие bir-biridan farq qilsin deyishdi. Demak, mana bu kadr ham chiroyli, yarki, lekin bu holatda qoldirsak bo'ladi, lekin biz buni boshqacharoq usuldan foydalandik. Ya'ni svetlarni sal temnilashtirib, boshqacha usuldan foydalandik. Hozir men sizga bu kadrdan qanaqa qilib undan ham boshqacharoq kadrga o'tganimizni ko'rsatib beraman. Xo'sh, tayyor. Mana bu esa bizani svetlar bilan yaratgan kartinamiz. Biz bu narsada zo'r narsadan foydalandik. Ya'ni bu yoqda lekin muammoli vaziyat ham bo'ldi. Ya'ni kontur svetimizni to'g'ri joylashtira olmadik. Bunga bizga tezroq harakat qilishimiz kerak edi. O'sha joyda ozgina muammoli vaziyat bo'ldi. Lekin mana orqa tomondan YouTube vloglar tomon turibdi-yu, o'sha tomondan svet yo'naltirdik va boshqacha o'zgacha effekt beryapti. Shunchaki fonga qattiq svet kelmayapti, kadr tegib bu tomonlarda ham soyalar yaratyapti. Mana bu shkafning soyalari bu yoqda juda chiroyli atmosfera beryapti. Qolaversa, bir-biridan farqini ham sezib tursangiz bo'ladi. Bunda qanaqadir cinematic deydimi? O'shanaqa uslub bordek tuyulyapti. Kimga qanaqa bilmadim, menga bu kadr juda yoqqan. Biz bitta xonada syomka qilishdan zerikdik. To'g'risi. Ana studiya xonada yana bitta muammo bor edi. Tepasi pastroq edi. U yoq podvalda qilingani uchun tepa pastroq edi, ya'ni top light svetimizni to'g'ri joylashtirish uchun bizga sal balandroq joylar kerak edi. Balandroq joydan tushsa, svet maza qilib tushadi. Ya'ni yaltirashlar ham bo'ladi, svet yaxshi tushadi, joylashuv yaxshi bo'ladi. Lekin endi boridan foydalanish kerak edi, to'g'rimi? Boridan yaratishga harakat qildik va shu natijaga erishdik. Demak, biz bitta xonadan zerikkanimizdan keyin ikkinchi xonaga o'tishimizga to'g'ri keldi. Ikkinchi xonani syomkasini boshlanishidan oldin, svetlar, absolyut hech narsa yo'qligidan oldin xonaga kirdim. Xonadan qanaqa kartina yaratsa bo'ladi? Bu xonada nima qilsa bo'ladi degan savol birdan hayolim keldi. Mana shu syomka qilsa qanaqa bo'ladi? Abduhalil deyishdi. Keyin, davay dedim. Shuni atrofga qarash boshladim. Meni e'tiborimni bitta zo'r stul topdi va akani bitta o'tirg'izdim. Aka, mana shu yerda o'tiring dedim. Men sizni qanaqa olishingizni tasavvur qilib olay dedim. Rasmga olib ko'rsatdim. To'g'risini aytsam, bu rasmni ko'rganida aka dedilar, chunki telefonda olinayapti, hech qanaqa svet yo'q. Ishondilar, chunki bundan oldin kadrlarni ko'rganlar. Keyin, davay dedim. Svetlarni qo'yish boshladim. Svetlar qo'yilgandan keyin, kadr yaratish boshlangandan keyin уже boshqa atmosfera. Men u rasmni akaga ko'rsatyapman, lekin aka men ko'rgan narsani unchalik ko'rmadilar deb o'ylayman. Balki unaqa emas, balki his qilgandirlar, rostdan mana shu yerda ham yaxshi narsa chiqarsa bo'ladi deb. Xullas, ular menga ishonishdi, men o'z ishimni davom etdim va yaxshi natija oldim. Demak, o'sha xonadan olgan natijamni siz bilan bo'lishaman. Mana. Kadrlarni ko'ryapsizmi farqini? Svet, insonlar, svet to'g'ri qo'yilsa bo'ldi, absolut sinema. Kadrda kamera eng asosiy narsa emas. Siz to'g'ri kadrni svetlar bilan boyitsangiz, svetlar bilan cho'tga ishlasangiz, kadringiz вообще shikarniy chiqadi. O'shaning uchun qimmat kamera emas, yaxshi chiroqlarni ko'proq boyitish kerak. Sizda chiroqlar imkoniyatingiz kengroq bo'lsin, ko'proq chiroqlardan foydalaning va yaxshi natijalarga chiqing. Maqsad shu. 3,5 ming, 4 ming dollarga FX olasizmi, boshqa narsa olasizmi? Agar svetsiz
Boya ko'rsatdim-ku kadrlarni. Xuddi o'shanaqa chiqadi. No, svet bilan oddiy kamera ham va to'g'ri tanlangan obyektiv yordamida siz wow effekt olasiz. Qanday qilib mana shunaqa bo'm-bo'shxonada bunday chiroyli kadr yaratdik? Demak, men sizga hozir buni qanday qilganimni aytib beraman. Birinchi o'rinda bizani asosiy e'tibor qilgan narsam o'sha kadr qo'yishdagi akani oldin rasmga olib olishim bo'ldi. Boya ham bu haqida yuqorida juda ko'p aytdim. Rasmga olib olganimdan keyin aynan shu asosda men kadr qo'yishni boshladim. Video boshlanganda aynan o'sha usulda emas, sal boshqa joydan kadr oldim, lekin baribir o'sha narsa chiqdi. Demak, birinchi o'rinda qiladigan ish hamma joy svetini o'chirdik va tepadan top light tashladim. Top light qo'yilganda kadr juda chiroyli chiqdi. Lekin yuzini tiklash muammosi bo'ldi. Top light qo'yganingizda ham kadrdan sal uzoqroq chiqsangiz yuzingizga svet uradi, lekin bu yoqda sal kamlik qildi. O'shaning uchun men Amaran Brizlik C bilan yana bitta chiroq qo'ydim. Ya'ni unda yuzini tiklash maqsadida. Qolaversa, mana bu yoqdagi nima deydi, skeletni ham ko'rsatishimiz kerak edi. O'shaning uchun bu tomondan Amaranga grid taqib, oldidagi to'rtburchak narsasi bor, o'sha grid deyiladi, o'sha bilan taqib svetni tepadan pastga yo'naltirdim. Ya'ni fonga tushmaydigan. Maqsad fonni qora ushlash, fon tiptini qop-qora joyda, qop-qora studiyada olingandek ko'rinsin degan ma'noda xuddi shu narsani qildim. O'zi mana bu tomondan kontur svet bersam bo'lardi. Kontur svet tepadan qo'ydim, lekin kontur svetimiz kadrni yonishiga olib keldi. Kadrni kontur svet sal buzib qo'ydi, fonni yonishiga olib keldi. Demak, kontur svet o'chirib qo'ydim. Bunda kontur svetni qo'yish imkoni bor edi, faqat kontur svetni yo'naltiradigan qo'shimcha narsalar bilan kontur svetni bitta joyga yo'naltirsak, ya'ni fonga tushmaydigan qilib yo'naltiradigan bo'lsak, biz kontur bilan bundan ham yaxshiroq narsa olardik. Lekin balki vaqt, balki boshqa narsa, xullas u narsadan foydalanmadik, lekin kadrni o'zi ham absolyut sinema. Menga juda yoqqan kadr mana shu bo'lgan. Siz mana bu rasmga e'tibor bering-da. Mana bu rasmda kadrni qanaqa tasavvur qilasiz? Kadr qanaqa chiqyapti deb o'ylaysiz? Bu rasm orqali biz sizga hozir qanaqa kadr olganimizni ko'rsatib beramiz. Bunisida esa bizga odam yotadi va uni analiz qilayotgan joyini ko'rsatishimiz kerak edi. Bu yoqda ham aniq ikkita kamera. Sababi ikkita kamera bilan doktorlarning ishini ko'rsatish imkoniyatimiz yanada oshadi. Ayniqsa shunaqa mutaxassis sifatida darslik o'tayotganda yoki YouTube videolar olayotganda ikkita kamera bilan ishlash juda zo'r. Bu yoqda asosiy kamera doktor gapirayotgan bo'ldi. Doktor o'sha kameraga qarab ina qiladi, lekin o'sha tizzani ko'rib beryapti-ku, tizzani ko'rib berayotganda ikkinchi kamera tepadan o'sha tizzani olib turdi o'zi. Doktor chizayotganini, ya'ni tizzani ustiga rasmni chizib qo'ygan bilsangiz, uchburchak, to'rtburchak dumaloq qilib, o'shalarni kadr olish kerak edi. Ya'ni ko'ruvchi aynan doktor nima qilayotganini, qanaqa qilayotganini o'z ko'zi bilan ko'rib turish uchun. Mana shunaqa. Agar siz ham doktor bo'ladigan bo'lsangiz, aynan shunaqa usuldan foydalaninglar. Agar foydalanishga qiynayotgan bo'lsanglar, bizga aloqaga chiqinglar, biz o'zimiz jotga qilib beramiz, imkon qadar qo'limizdan kelgancha. Bir kunning o'zida biz shuncha video oldikmi, demak oxirigacha ko'ring. Manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Zo'r. Maqsad sizga yaxshi narsa yetkazish. Bu narsani men o'zim bilaman. Video qilishimdan asosiy maqsad siz chiroqlarni yaxshi ishlatishingizni o'rgatish, aniqroq siz bilsangiz, syomkalaringizda foydalaning. Videografmisiz, mobilografmisiz yoki umuman doktormisiz? Xullas, internetga kontent qilasizmi? Chiroqlarni bilishingiz kerak. Chiroqlardan yaxshiroq foydalanishingiz kerak. Kadrni chiroyli qilishingiz kerak. Demak, mana bu kadrda biz nima yaratdik? Demak, biz bu yoqda asosiy kamerani to'g'ridan urdik va u yerda doktorning asosiy gapiradigan joylari. Buni sal orqaroqdan ikkinchi kamerada esa xuddi shu jarayonda mana bu tizzani ko'rsatayotgan bo'lsa, tizzani kadrga pastroqdan kamerani joylashtirib qo'ydik. Ya'ni tizzani o'zini olib turdi. Doktor nimadirlar ko'rsatsa, tizzasi haqida, tizzani bunday olib, bunday ruchkalar bilan ham nimadirlar ko'rsatayotgan paytida ikkinchi kameraga montajda o'tiladi va o'sha kurmida chaku chiroyli bo'lib ko'rinadi. Va bu zo'r effekt beradi. Xullas, shunday qilib bizani syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bu narsani uddaladik. Agar keyingi video chiqishini xohlaydigan bo'lsangiz, nimadirlar qilinglar, bilmayman, kommentariy yozasizlarmi, nima deydi, share qilasizlarmi, hamma narsani qilinglar. Men sizlarga keyingi videolarda xudo xolasa yanada yaxshiroq tushuntirib berishga, kamroq narsalar bilan ham kartina yaratishga o'rgatishga harakat qilaman. Lekin imkon qadar chiroqlarni yaxshi qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman, ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Va'da bajarildi do'stlar. Charchamanglar.